beramiz. Da, u меня есть семья. Ha, mening oilam bor. Нет, у меня нет семьи. Yo'q, mening oilam yo'q. Я не женат. Men uylanmaganman. Я не замужем. Men turmushga chiqmaganman. Agar qisqa javob bermoqchi bo'lsak, u вас есть семья savoliga oilamiz bo'lsa da, oilamiz bo'lmasa нет deb javob beramiz. У вас есть дети savoliga agar farzandlarimiz bo'lsa shunchaki da javob beramiz, yo'q bo'lsa нет javob beramiz. Где живет ваша семья? Oilangiz qayerda yashaydi? To'liq javob aytmoqchi bo'lsak, Моя семья живет в Узбекистане. Mening oilam O'zbekistonda yashaydi. Где живет ваша семья savoliga в Узбекистане, O'zbekistonda yoki со мной, men bilan deb javob bersak bo'ladi. У вас есть брат или сестра? Sizni uka, opangiz yoki akangiz bormi? Agar biz to'liq javob bermoqchi bo'lsak, deylik bizni bitta akamiz va ikkita singlimiz bor. Biz quyidagicha aytamiz. Да, у меня есть один брат и две сестры. Ha, mening bir akam va ikki opa yoki singlim bor. E'tibor bering, mana shu yerda bizni akalarimiz soni bitta bo'lsa, aka yoki ukalarimiz soni bitta bo'lsa, один брат deymiz. Agar opa yoki singillarimiz soni bitta bo'lsa, одна сестра deymiz. Agar aka yoki ukalarimiz soni 2, 3, 4 ta bo'lsa, два брата, три брата, четыре брата deb aytamiz. Agar opalarimiz soni 2 ta, 3 ta yoki 4 ta bo'lsa, сестры deb aytiladi. Masalan, да, у меня есть две сестры, три сестры, четыре сестры. Agarda biz bilmoqchi bo'lsak, у вас есть брат или сестра savoliga agar bizda aka yoki singil bo'lsa da deb javob beramiz, bo'lmasa нет. Iloji boricha to'liqroq javob berishga harakat qilamiz. 18-savol, вопрос 18. Какое ваше любимое блюдо? Sevimli taomingiz nomi qanaqa? To'liq javob bermoqchi bo'lsak, bu savolga biz shunchaki taom nomini aytib qo'yamiz bo'ldi. Deylik, manti yoki plov yoki pelmeni deb. Mantini bilamiz, plov osh, pelmeni bu barak. Для чего вы приехали в Россию? Siz Rossiyaga nima uchun kelgansiz? To'liq na заработки ishlagani deb aytsak bo'ladi yoki в гости mehmonga yoki на учебу o'qishga deb aytsak bo'lar ekan. Чем вы приехали в Россию? Rossiyaga siz qanday transportda keldingiz? To'liq biz transport nomini aytib qo'yamiz predlogi bilan. Na samolyotda deb